Assalomu alaykum aka parvozlar. Xayrli kech. Aka polvon ham sotiladi qiziqqanlarga. Oshqozonda ovqati bilan 5 kilo 200 chiqdi jonivor. Cho'jani oyog'ini ko'rmadim to'g'risi. Tumshug'ida ozgina defekti bor ekan. Garantiyasi bilan berdi bu cho'jani. Urushmasa degan rasotinga dori to'layman dedi. Ancha ko'rib olganim yo'q. Oshqozonda ovqati bilan 5 kilo 200. Cho'ja kichkina emas. Qarang, agar sotilib ketib qolmasa bekorchi qilamiz. Bekorchi qilishga ruxsat qilmaydik. Garantiyasi bilan berdi-yu. Bitta bu kimga sotsak ham bironta ayb chiqsa sразу vazorat bo'lib ketaveradi-da. Chunki o'zim ko'rmadim-da, ko'rsam borini bor, yo'g'ini yo'q qilib qo'yaman. Bu juda maqtov cho'ja. Juda maqtov. Shu aybi shu tumshug'ida defekti bor. Shuning uchun ko'ra olmadik. Nima deyapti o'zi cho'ja? Urushaman deyaptimi?